Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimani so'ragan bo'lsa Alloh taolodan biz ham shuni so'rashimiz kerak. Rasululloh qaysi narsalardan panoh tilagan bo'lsa Robbisidan, siz bilan biz ham shu narsadan panoh tilashligimiz kerak. Rasululloh ofiyat, salomatlikni so'rayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida aytadilar: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ikkita ne'mat bor. Juda ko'p odamlar bu ikki ne'matdan g'ofil. Shu ne'mat odamlarda bo'ladi, lekin buni bilishmaydi borligini. Bu sog'lik bilan bo'sh vaqt. Sog'lik bilan bo'sh vaqt. Inson sog'ligini qadriga qachon yetadi? Kasal bo'lganda. Tishingiz og'riydi, uxlamaysiz, voy tun shunaqa uzoqmi deysiz. Sovuq o'tib, hojatxonaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qolasiz, voy quvuqni mahkam turishi shunaqa ne'matmidi deysiz. Mana xususan qish kunlarida turibmiz. Sog'lik shunday ne'matki, u yo'q bo'lgandek bilinadi. Borligida ko'rinmaydi. Sog'lik ne'matini birodarlar boshqa moddiy ne'matlarga taqqoslaganda sog'lik ne'matini bir raqamiga o'xshatsa bo'ladi, qolgan moddiy ne'matlarini nolga o'xshatsa bo'ladi. Qanday qilib tushunamiz? Masalan, sog'likni 1 deymiz, moli davlatni 0 deymiz. 1 bilan 0 bo'lsa 10 bo'ladi. Demak, sog' bo'lib turib, badavlat bo'lsangiz 10. Endi sog' bo'lib, moli davlat bo'lib, farzand bo'lsa 1 0 0 100 bo'ladi. Agar sog'lik, moli davlat, farzand, solih ayol bo'lsa 1000 bo'ladi. Endi sog'lik, moli davlat, farzand, solih ayol va jamiyatda hurmatga ega bo'lsangiz 10 000 bo'ladi. Mana shu 10 000 dan raqamidan oldidan 1 da olib qo'ysangiz, qolgan hammasi 0 bo'ladi. Ayolingiz bo'lsin, solih farzandingiz bo'lsin, moli dunyoyingiz bo'lsin, jamiyatda bir hurmatingiz bo'lsin, ammo sog'ligingiz bo'lmasa, bu moddiy ne'matlarning qadri yo'q bo'ladi. Zo'r ekanmi? Zo'r ekanmi? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Parvardigor ofiyat ber menga, sog'lik ber menga deb so'raydi. Chunki inson sog' bo'lsa bolasini tarbiya qila oladi. Inson sog' bo'lsa ibodatlarni chiroyli suratda ado qila oladi. Demak, iymon ne'matidan keyin turadigan birinchi ne'mat